Bir kuni er va xotin kun davomida hech kimga eshik ochmaslikka qaror qilishibdi. Ertalab ularni qo'ng'iroq ovozi uyg'otibdi. Oynadan qarashsa, erining ota-onasi ekan. Eshikni ochmaymiz deyishibdi. Erining ota-onasi kutib ortiga qaytib ketishibdi. Birozdan keyin yana qo'ng'iroq chalinibdi. Qarashsa, xotinining ota-onasi ekan. Eri yana eshikni ochmaymiz desa, xotini yig'lay boshlabdi. Va er unga rahmi kelib eshikni ochibdi. Vaqtlar o'tib bu oilada 4 ta o'g'il dunyoga keldi va 4 ta o'g'ildan so'ng 5-qiz ham tug'ilibdi. Eri shunaqa bir xursandmish, katta ziyofat uyushtirib, nihoyatda shodligi ichida to'lib toshib tugamasmishda shodligi. Shunda do'stlari unga nega bunchalik baxtlisan? Axir sen o'g'illaring tug'ilganda ham bu qadar baxtli emas eding deb savol berishibdi. Shunda erkak tabassum bilan javob beribdi. Menga eshikni ochadigan odam tug'ildi deb.